Chempionlar Ligasi. Arsenal Bavariyaga qarshi. Давайте boshlashimizdan oldin obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar. Raya yoki Neuer, Noyer kechirsin lekin hozirgi paytda Raya. Timber yoki Laymer, Timber, Saliba yoki Upamecano, Saliba, Gabriel yoki Ta, Gabriel, Calafiori yoki Stanisic, Calafiori, Ricardo. Edgar yoki Kimmich, Ancha qiyin. Kelinglar, mana shu o'zinglar tanlaylik. Kimmich yoki Odegaard? Zubmendi yoki Goretzka, Zubmendi, Rice yoki Pavlovich, Rice. Saka yoki Alise, Hozirgi paytda Michael Olise. Merino yoki Harry Kane, Endi shubhasiz bu yerda keyin bo'lishi kerak. Eze yoki Diaz Lucho Diaz. va taxminiy hisob Taxminiy hisobim bo'yicha endi o'yin bar Emiratesda bo'lyapti. Shuning uchun men o'ylashim bo'yicha Arsenal bu safar Bavariyadan asosini oladi. Shuning uchun 2-3 hisobida g'alaba Arsenalga. Yana ham o'zinglar nima deb o'ylaysizlar? Qancha o'yin chiqadi? Yozib qoldiringlar-chi.